Hozir mebelchi do'stimiz borlar, kelibdilar, ko'rgani, xudo xolasa yo'qlab. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat, mana shu bir yo'l berib O'g'ri bo'lsa. Hali bilan akamizni eng katta dizayner, proyektor, Rahmat, arxitektor, ular Privatno. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Keling, o'tiring, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Dizayningiz bo'yicha ko'p loyihalarni qilyapmiz. Bayramga bir ko'z o'tib ketay degan. Qalay bo'lyapti? Yaxshimi ishlar ketyaptimi? Xudo xolasa. Mebellar yorib tashinglar, mebellar. Xudo xolasa, Instagramga o'tib olsanglar, zo'r videolar qo'yib turadilar. Biz ham o'zimiz ko'p ishimiz tushib turadi, cho'tka qiladi. Yo'qlab kelibdilar, gap bo'lishi mumkin emas, aka. Ishlaringizga rivoj, bundan ham martabangiz ulug' bo'lsin, zo'r ishlarni qilavering. Bizga xizmat bo'lsa, bemalol aloqaga chiqamiz. Har joyga borganda uchraydi albatta. Xudo xolasa, обязательно boramiz, kiramiz, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Rahmat katta. Dizayn, proyekt, arxitektor bo'yicha akamga murojaat qilaverasizlar. O'zi reklama shart emas. Juda ham nima deydi, mijozlari ko'p. Akam bilan ko'p ishlaganmiz, yana bu yog'iga xudo xolasa ko'p ishlaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p.